Nurbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Endi biza sizni mamlakatingizga, ya'ni poytaxt Madridga keldik. Xushvaqt bo'ling. Yevropa o'z jamoamiz ashaddiy holda hozir ko'p narsalarga ega bo'lmoqchi. Asosan Ispaniya yo'li bo'yicha. Ko'plari o'zi Ispaniyaning venjesi bo'yicha odamlar qiziqishyapti. Lekin garantiyani odamlar desa ham bo'ladi. Misol uchun endi bilasiz, garantiya bo'yicha birinchi o'rinda, ya'ni natija bo'yicha birinchi o'rinda ko'rishyapti. Lekin ko'plari qiladi VNJ bo'yicha, ya'ni Yevropada yurgan odamlar VNJsi bo'yicha ko'plari qilishadi, lekin qo'rqishadi. Qaysi tashkilot orqali va qay holda kimga murojaat qilishi. Endi bizda xudoga shukr, auditoriyamiz katta. O'shaning uchun ko'plari bizga ishongan holda zaproz bo'lgan uchun biza shu Ispaniya, Madrid shahriga keldik. Shuning uchun birinchi savol, qiziqarli savol. VNJ bo'yicha, ya'ni kochevnik bo'yicha, ya'ni digital nomad bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Shu to'g'risida ma'lumotni bir qisqa va lo'nda qilib tushuntirib bersangiz, biza ya'ni auditoriyaga, yurtdoshlarimizga, Yevropada yurgan yurtdoshlarimizga, kerak bo'lsa agar turistik holda kelgan odamlarga, o'shalarga mumkinmi, mumkin emasmi? Shu holda bir siz tushuntirib bersangiz agar odamlar bemalol shunga amin bo'ladi va guvoh bo'yicha eshitishadi. Endi sizni ishingiz bo'yicha biz ko'rib chiqdik. O'shaning uchun biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgan holda biz ko'rib siz bilan shu masala bo'yicha gaplashaylik dedik. Endi telefon bilasiz. Shu masala yuzma-yuz gaplashib holda mana shu odamlarga biz ochiq oydin namoyish etamiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Shuncha uzoq yo'ldan kelibsizlar, ming rahmat. Hozirgi kunda Ispaniya davlati qirolligi 3,5 yil oldin bir farmon qabul qildi. Shu xorijda yashayotgan, uzoqdan turib ishlaydigan, distansion ishlaydigan, daromadi bo'lgan fuqarolarga, yevropalik bo'lmagan fuqarolarga bu yerda vид на жительство yoki qolish uchun bo'lgan vид на жительствоga yordam berishga qaror berdi. Bu nima degani? Agarda sizni 2800 yevro oylik daromadingiz bo'lsa va ishlasangiz, bir shirkat yoki bir nechta shirkatga ishlasangiz va o'sha MCC bo'lgan shirkatni yoshi bir yoshdan kattaroq bo'lsa va jinoiy ma'lumotlar bo'lmasa, toza bo'lsa, bunaqada bemalol Ispaniyaga kelib, turistik holda kelib turib murojaat qilsangiz bu yerda bir oy ichida davlat sizga Ispaniya digital nomad vizasini beradi. O'zi uzr, gapingizni bo'laman, balki gaplashmoqchisiz. Digital nomad nima degani? Uni haqqi nima, huquqi nima? Va ya'ni misol uchun u qay tarzda, ko'rinishi, ya'ni misol uchun bir xilada ishlaydimi shu odam shu bilan yoki ishlamaydi?mi? Kimlarga beriladi, kimlarga berilmaydi? Shu ochiq oydin aytsangiz, o'shanga qarab men yozardim, auditoriyam eshitadi. Digital nomad bu hamma turdagi ish vizasiga o'xshagan viza, ammo xususiy tadbirkor bo'lishga izn bera oladigan viza. Nima degani? Siz bu yoqqa digital nomad bo'lib kelganingizdan keyin boshqa xorijiy davlat firmalariga uzoqdan turib bemalol ishla olasiz. Xususiy tadbirkorga o'xshab o'zingizni mustaqil tijorat yurita olasiz. Buni ustiga Ispaniyada ham ishga kira olasiz. Xuddi qolgan fuqarolarchalik. Huquqiy haqqi xuddi qolgan fuqarolarchalik bir xil haqda ishlashga, o'qishga va yashashga ruxsat beradi. 3 yilga beradi. 3 yildan keyin 2 yilga yangila olasiz. Agarda siz Ispaniyaga kelib, bu yerdagi firmaga ishchi bo'lib ishga kirib ketsangiz, 3 yildan keyin digital nomadni yangilashmas, oddiy ishchi vizasiga o'ta olasiz. Yoki digital nomadni ham yangilayman desiz, bunaqada xorijiy daromadingiz ham bo'lib turishi kerak. Buni digital nomad hozir siz aytyapsizki, ishga kirsa bo'ladi. Buni bir yo'nalishlari bormi? Misol uchun IT texnologiya bo'yicha ishi bor, qurilish bo'yicha ishi bor, sklad, zavod, fabrika, любой ishga kira oladimi yoki o'zini shaxsiy mutaxassisligi asosan ishga kiriladi? Ispaniyaga kelganda, digital nomadga murojaat qilganda o'zini shaxsini mutaxassisligini ko'rsatadi. O'sha uchun 3 yillik beradi. Biroq bundan tashqari qo'shimcha ishga kirish haqqi bo'ladi qonun bo'yicha. Bu degani, любой ishga agar ish beradigan odam bilan kelishsa kira oladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Faqat digital nomadni yangilashni xohlasa, bir yildagi daromadini 80% Ispaniya tashqarisidan bo'lishi kerak.
20% Ispaniya ichidan bo'lishi kerak. Bo'lmasa oddiy ish vizasiga o'tib keta oladi. Qonunda 1 yil ishlagandan keyin. Men uni to'g'risi aytsam biza hali Polshada ko'plar karta pobitasini olib bergan holda ishga joylashtirganmiz. Endi Bolgariya, Slovakiya, Latviya, Litva kabi mamlakatlar, lekin Ispaniyaning VNJsi bilan bizga hech kim hali murojaat qilgani yo'q. Savol tuyilyapti-da, misol uchun mana endi karta pobitani bilasiz, yillab odamlar tushyapti shu narsani-da. Polsha endi bu yerda Ukraina bilan chegara bo'lgani uchun har bir hujjatni misol uchun 5 minut yoki 5 oy emas, yillab kutishadi. 2 yil, 1,5 yil, 2,5 yil undan ko'p bo'lsa ham-da, bu Ispaniyaning VNJsi 1 oydan 3 oygacha muhlab ketishi mumkin. Xuddi shunday. Lekin shu Ispaniyaning VNJsi bilan kimdir sizni praktikangiz bo'yicha yoki misol uchun eshitganmisiz, Polshaga borib ishga kirganmi shu programma bo'yicha? Ha. Digital nomad bo'yicha bu yoqqa kelib digital nomadni olgan shaxs Fransiyada, Gollandiyada, Germaniyada ish olgan bo'lgan. Chunki soliqlarni Ispaniyada to'laganicha bu digital nomadni protsessini aslida parchasi bo'ladi. Chunki digital nomadda uzoqdan ishla olaman, chet elga ishla olaman. Mana shunaqa kuchi bor. Ispaniya ichida ham ishga kira oladi, ammo unda yillik daromadining 20% faqat Ispaniya ichidan bo'lishi kerak, bo'lmasa yangi olmaydi. Bu digital nomadni protsessini aslida parchasi bo'ladi. Chunki digital nomadda uzoqdan ishla olaman, chet elga ishla olaman. Mana shunaqa kuchi bor. Ispaniya ichida ham ishga kira oladi, ammo unda yillik daromadining 20% faqat Ispaniya ichidan bo'lishi kerak, bo'lmasa yangi olmaydi digital nomadni. Ammo yangilayman desa, digital eng kamida 80% yillik daromadi xorijdan kelishi kerak. Xorij deganda Yevropa tashqarisidan emas. Portugaliya ham bo'lishi mumkin, Fransiya ham bo'lishi mumkin, Polsha ham bo'lishi mumkin. Любой davlat Ispaniya tashqarisidagi davlat. Yana bitta savol, eng kerakli savol azizlarga u kerakli savol, chunki bilasiz, o'zbek xalqimiz ko'plari bir narsaga tushungan holda gapirishadi yoki bir narsani misol uchun erishaman boshqa davlatlarga yoki yuqori oylik berish maosh bo'yicha davlatga borishadi, lekin qo'rqishadiki, shu Ispaniyaning VNJsi agarda misol uchun Germaniyada siz aytganingizdek yoki Fransiyada yoki boshqa joyda ishlasa, ularni o'sha Ispaniyaning VNJsini bekor qilinadimi, qilinmaydimi yoki har oy qanchadir muddatda yoki har oy qanchadir summasini to'lanadimi Ispaniya davlatiga yoki yo'qmi, shu bo'yicha bir ma'lumot bersangiz, bu kerakli, ayniqsa ma'lumot odamlarga, shu odamlar bilishsin. Bu Bolgariyani bilasiz, bir oy ichida bekor qildirishi mumkin yoki Litva yoki Latviya farqi yo'q. Lekin Ispaniya to'g'risida to'liq ma'lumot holda bekor qilinadimi yo'qmi, shu bo'yicha bir ma'lumot bersangiz. Agarda bu yoqqa kelib digital nomadni olgandan keyin rasmiy ravishda soliqqa boradi va o'zini xususiy tadbirkorga registratsiya qiladi. Buni mas'uliyatlari bo'ladi. Birinchi mas'uliyati har oy Ispaniyaning natsionalniy strafovkasini, sug'urtasini pulini to'lash kerak. Uni Ispan bankidan davlat avtomatik holda oladi. Bu birinchi yili 90 yevro bo'ladi, keyingisi 150 yevro bo'ladi, u 3-yilda bo'lsa 300 yevro bo'ladi oylik. Bu shundan keyin o'shda qoladi. Har oy. Har oy, ha. Bunda bu fuqaroga qanaqa haq beradi? U fuqaroga bu yerda yashashga, xohlasa любой joyda dunyoni har qanday bir joyda ishlashga va u yerda xuddi xususiy tadbirkorga o'xshab pulni bu yoqqa olib kelishga va solig'ini bu yerda to'lash huquqini beradi. Bu bilan juda ko'p inson digital nomadni olib Ispaniyaga kelib, Amsterdamga boradi, Parijga boradi va u yerda ishlaydi. Ammo solig'ini Ispaniyada to'laydi. Bu Yevropa ichida ham tasdiqlangan harakat. Xo'p, men bitta narsaga tushunmadim. Ispaniyaning VNJsi bilan hozir siz aytyapsiz Gollandiyaga, Fransiyaga ishlaydi deyapsiz, lekin bilasizki, Polshaning vizasi bilan yoki Polshaning kartasi bilan Germaniyaga borib ishlamaydi. Chunki o'rtada bir sug'urta bor. Misol uchun siz aytganingizdek Polshaning firmasi bo'lib turib, Germaniya bilan firmasi bilan shartnoma qilgan holda Polshami odami bo'ladi, Germaniyada ishlaydi. Qonun bo'yicha bor narsa. To'g'ri. Bolgariya qilolmaydi misol. Lekin Ispaniyani hozir siz kartani VNJsini olib berdingiz. Oldi, lekin u borib shu Ispaniyaning VNJsi bilan misol uchun ko'rsatilgan holda ishlaydimi shu Fransiya, Gollandiya?